Hammaga salom. Yana sizlar bilan o'sha Abduhamidov. Bu video qo'ymaganimga ancha bo'lmabdi. Lekin men bir video qo'ymoqchiman. Bu video har doimgidek har xil kartalar o'ynaymizning ikkinchi qismi. O'tgan qismda Kraken kartasini o'ynadim. Bu qismda tanlagan kartamiz Miramar kartasi. Bu kartada Krakenga qaraganda ancha ko'proq bino bo'lar ekan. Krakenning bitta dona uyumi bo'luvdi. Lekin ikkalasi ham cho'lga o'xshar ekan. Shirilardan g'alati ovoz chiqyapti, bor shuni o'chirib qo'y. Mani kamandan qisqacha ta'riflab o'taman. TNT Xitoy qiz, g'alati kiyimdagi chala rapper Vector va Kamina Kamtaron Abduhamidov. Xo'sh, bu Miramarda endi to'p bir olishimiz kerak. Bu lekin kartasini ko'rinishi yoqdi. Krakenda qanaqadir polni cho'liydi, anaqa g'alatiroq joylaydi. Bu yerda hech bo'lmasa uylar ko'rinyapti, yozuvlari ham bir boshqacha. Tog'li hududlar bor ekan. Pritsel topib agar otsam. Endi o'zim qayerga tushishni bilmayman-ku. Birinchi metga qo'yibdi, o'sha joyga boraman. Bu qachon tushaman? 1 hour later. Xullas, sherigi metga qo'ygan joyga tusha olmadim. Va shu uzoq joymi yoki bu yerda tushish va sekin ekanmi? Xullas, men joylar topdim. Mana shu joyda endi loot qilib olib hujum qilaman. Mayli bittalik otsa ham zato hech bo'lmasa yo'ldan ko'ra bor qurol. Mana pritsel ham sekin-sekin bu yerda ham lootlar chiqyapti. Xullas, montajda sal kesib tashlashim mumkin, lekin bu yerda bir 8 soatdan beri loot qilyapman. Bitta ham odam ko'rganim yo'q, lekin men pistolet topib oldim. Hozir mashina chaqirib, mashinada aylanib yurmoqchiman. Mana va nihoyat men kutgan tank kelyapti. Bu mashinani shunchaki chaqirganim yo'q. Buni o'rniga drop ham olib chaqirib loot qilsam bo'lardi. Lekin men mana shu Miramar kartasini bilmaganim uchun men odam yo'q joyga tushib qo'ydim. Mana shu mashinada har xil joyga aylanib chiqaman va odam bo'lsa yoniga borib shart tushib otib tashlayman. Meni rejam shu. Borib bu mashina keyin ham ichida Vector yelkasi kattaligi va chiroyli ko'rinyapti. Qanaqadir menga qo'rqinchliroqmi bir. Bundan lekin tushmasam shunda bosib ketsam ham bo'ladi. Bu mashinada liboy odamman. Hozir men shiriklarimni oldiga ketaman. Nimaki bu Miramar kartasi, ya'ni siz o'lsangiz sizni qaytaradigan bir risalkalar bo'lmaydi. Siz sherigingizni qaytara olmaysiz, sizni ham qaytarisha olmaydi. Shuning uchun sheriklarim bilan yonma-yon turib to'p olmoqchiman. Bor kelishim bilan otishma boshlanib ketdi. O'sha sheriklarim otishayotgan ekan, vaqtida ekanman-da. Ana birinchi qurbonni topdimmi deyman. Bu qayerga kirib ketdimi? Yeb turibdi-yu. Bilmayaptiman aka otganimni. Rahmat. Joningdan kam ekan o'zi. Bu bot bo'lsa ham o'ta dahshat ekanmi? O'ta dahshat bot ekan. Boya yetib turdi. Men sherilarni bu yerga qaytarsa bo'lmaydi, yonma-yon turishimiz kerak edi. Mana hozir men o'lgan bo'lardi agar kelmaganimda. Thanks. Sheriklarim orqasidan boydan beri yuraman, lekin bittasi ham mashinaga chiqmayapti. Mayli o'zim ketamanmi deyman agar hozir ham chiqmasa. Kilosini ham chiqish niyati yo'qmi?
Yo'q, lut qotdimi? Bu qachongacha lut qiladi? Tutolmayman bo'ldi. Bu chiroyli joylar ko'p ekanmi? Mana bu joy menga yoqdi. Magazinga sushnak yetib Bor, she'rlarim boydan beri og'zini kesib tashlayman. O'sha montajda kesib tashlayman, lekin men bu yerda gapiryapti, hindcha gapiryapti. Men hindmi bular? Odam ko'rib qoldim. Bo'troqmi deyman, yo'q, lekin yaxshi otdi. Mayli. Ana bitta ozgincha teganga o'lib qoldi. Rostdan ham tankda emas mashina. Luti yaxshi emas ekan. O'zi ham durib bor joyga kelib qolman. Endi tushayotgan ekan. Yonida odam bo'lmasa bo'ldi, bu duribga olaman deb kelmayotganlar bo'lsa. Hech bo'lmasa Branchild bilan kaska olardim. Bir avtomat yaxshi bo'lmasa ham. Mana endi ancha yaxshi bo'ldi, lekin boyga 8x ta tashlab yuborganimga afsuslanyapman. Mana bu odam snayper qilib otsam ekan, snayperga olib agar kelayotganlar, ko'yga chiqayotganlar bo'lsa, avimman boru. Xullas, mashtog'iga chiqsam bo'ldi-da, mana bu tankda chiqish sal qiyin bo'lyapti. Bu tank o'zi nima bo'lsa ham-da, nima bo'lyapti? Mana bu tumanmi bo'lyaptimi? Chang ko'tarildi. PUBG'da chang ko'tariladimi? Qanaqadir bo'ronmi, nimadir bo'lyapti. Kartani ham anaqasi o'zgarib qoldi. Bu yerda chang ko'tarilar ekan. Bunaqasini endi ko'rishim bor. Erangel bilan Livikdan boshqa karta o'ynamaganman. Bu boshqacha bo'lyapti. Kartada ham bo'ronni ko'rsatib qo'ygan, endi yurayotganini. Shunaqa bo'lar ekan-da. Otishayotganda vasha lekin chiroyli bo'ladi agar mashaqa bo'lib qolsa. Ayniqsa joningiz yo'q payti mashaqa ko'tarilib qolsa bormi, qochishingizga qulay bo'ladi. Bu ketishda mashinam bilan xayrlashamanmi deyman. Mana bu yoqda benzini ham uje tugayapti. Yo'yotgancha bu yerda benzin quyib olsam ham bo'ladi. Yerlarda bunaqa narsa bu yerda ko'p chiqar ekan. Necha marta ko'rdim. Hozir mana shu uyga qarab ko'ray, agar bo'lsa quyib olaman. Birosak bu mashina shunday tashab ketish bo'lmaydi desam ana chiqdi. Kartada otishayotganini ko'rsatishyapti boru. Qani? Mana shu odamni ko'rsatyapti shakl. Ko'rmayapman-da. Mana tavakkal otdim. Tavakkal bo'ldi lekin boru bunaqasi vashshi uzoqdan bo'ldi. 329 metrdan urinman. Menimcha mana shu narsa endi like bosishga arziydi. O'tgan safar ukam bilan o'ynadim. Ukam bilan bo'lganda ham uncha ko'p kill qila olmadik, chunki bizlarni to'satdan otib ketib qolishdi. Bunda lekin sal normalniroq bo'lyapti. Agar keyingi mash videoda ko'proq like qilsa, keyingi videoda ukamni chaqiraman. Hayajonlangandan bor boshqa mashinada ketayotgan ekanman. Benzin topuvdim o'zi bunga quyishga. Ana o'zi ko'rsatib ham qo'yibdi. Qatdan o'tyapti, men ko'rmayapman hozir qatdan o'tayotganini. Botmi yo'q? Bot ham lekin qatdan o'tishi mumkin. Ko'rinmayapti-da, mana yaqinroqga borsam ham ko'rinmayapti menda. Mana shu shopping bor ekan, bir ikkita narsa sotib olishim kerak edi. Oldin dushman topib olay. Yo'q-da, qani o'tdi? Ammo mashinasi yomon-da, tez yurmaydi. Ana uni ko'rdim, endi uni quvlab borgunimgacha yil o'tib ketadi. Bu qani bo'tdi yo'q, mana pritsella olib qarab ko'rdim, men bir binolarda ham yo'q-da. Bir ikkita narsa sotib olay shunda. Va ana, kakras videoda telefon qiladi. Hududga o'tdi, video olyapti, odam topa olmayapman, mana shu payt isqirt o'rtog'is telefon qiladi-da. Obbo, kerakli payt ag'anab tushdi. Hozir piyoda yurib ulgurmayman demoqchi edim, men bo'ldi. Hech bo'lmasa bu yugurganimdan ko'ra tezroq-da. Hudud kichkina qoldi, odamlar hali jakam emas, lekin qayoqda yuribdi ekan?
Imanga otib tashishyaptimi? Qani mana shu yerda ekan. Qani bu? Voy. Ko'rmay qolman. Bekor o'lib ketdim ha. Afsuski bu videoda men top bir ololmadim, yutqazib qo'ydim, lekin menimcha o'yin qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Hali yana montajda bu narsalar qo'shib, sekin buni qiziqarli qilaman. Mana shu agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Biz hali boshqa kartalarni ham o'ynab ko'ramiz. O'sha kartalarni ham sizlar ko'rish uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Tomosha qilganingiz uchun rahmat, hammaga xayr.